dakika, ne diyişim bileme Hatımen. Ya ne deyse diyeleysen. O değil markalık bir maşın 80 ötepetide. Ve kıştı mı salam kılam demedi. Balınız bağmaz. Ha buşku balan bas. Emiz toy kıldınız mı diye gidelim. Bundaki texmo bizga ashtaq bir kulka ato qilishingni umid qilaman. Cemal'den pek külgende gördü bana. Va bu yan qaraganda o'tiramaydi ekanmiz. Bularning birisi gang bosh, birisi gang chash. Sen Evliyasem. Mani ben. Ustoz. Vakti öyle bir kakolu konuşuyor evet mi? Yani. So'ngokovniki ovozini g'albilik doğurdum. Yalqin Safarning ovozini ko'rdi. Jurat deganda o'xshatdi. Davet. Bana. Şunu oynamayı, şunu oynatma be. De bakı. Siz haqiqatan Muros degandek nurg'un ustozlarni Eslatdi ya. Bu da qanday qilasamda? Programmamızın tacıdarlıqını Lezzet markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xotan Lezzet yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Ne'mat markasidagi qahva qatorliq ichimliklarni bozorga solgan Urumchi Orolbog' yemak-ichmak cheklik shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga Inoq oila markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xinjiang Gumi nahiya Inoq oila yezilik taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni rayonimizdagi eng sistemlashgan to'r savdo supsi bo'lgan E'tibor to'r savdo shartisi alohida qo'llagan. Anamdan nene? Onamdan ne? Anamdan nene ekan bu? Ha şu anamdan ne? Yanaq gülqand qo'shilgan lazzat onamning neni. Arzu ümit üçün mangan qadamlarimda naqsham manga hamroh. Tabiat qo'ynidagi izlanishlarda men o'g'lim hamroh. Rangdor kartinalar yo'g'rilgan hayot musofamda Ne'mat qahvasi har vaqt menga hamroh. Moligrin Abdulni ishlatyapman. Mashinangizga ishining. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Telefon 13 75 Haqiqiy import qilingan Abdul Moligrin. Her joy har vaqt ko'ngil ochadigan sirdoshlarımızın hammasi ko'znakda. Butun turdagi tanlangan televiziya teatrlari, kino, san'at programmalari, karton, ma'rif, kanallar hammasi ko'znakda. Ko'znak aptitali va ko'znak kino qutisi xushalligingizning eng yaxshi hamrohi. Moligrin Abdulni ishlatyapman. Mashinangizga ishining. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Telefon 13 75 Haqiqiy import qilingan Abdul Moligrin. Zapças story. Zapçastik zapçaslar. Zapças orada. Küldür elini küldürer. 观众朋友们，大家好，欢迎收看《快乐100%》节目，我是主持人热米拉。Küldür küldür sahnesi, xushallik sahnesi, küldür küldür sahnesi, şadlık sahnesi, küldür küldür sahnesi, barcha kulki xurishlarni o'ziga mujassamlagan eng chong komediya sahnesi. Salam küldürishni baxt deb bilgan muhtaram ustozlar. Salam naq maydondagi korxonchilar. Salam ekran oldidagi kulkiga tashna baxt egalari. Salam programmamizga yiroq yaqindan kelgan cho'lponlar, mahirlar, riyosatchi Ramilardan hammanglarga sevgilishli salam, Didor G'animat. Baxtiyor zamonimizning namoyandasi bo'lgan bugünkidek xushal kunlarimizda Baş Şuji Xi Jinpingning 3-qitimliq Markaz Xinjiang xizmati suhbat yig'inida qilgan Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shish, avtonom rayonimizning madaniyatni rivojlantirish va uni ilgari surish tashabbusiga aktiv moslashish, markazning Xinjiang xalqiga bo'lgan g'amxo'rligiga rahmat aytish yuzidan har millat xalqiga kulki beg'ishlash maqsadida Küldür Küldür programmasini huzuringizga sundik. Bizning sahnamizda kulki bor, xushallik bor. Küldür elini küldürer. Naq maydonda bizni alayda tomoshabinlarimiz sifatida qatnashgan korxonchilarimiz bor. Korxonchilarimizni bir tanishtirasam. Xotan Lezzet yemeklik cheklik mas'uliyat shirkatidan lider yordamchisi İlyas Ali. Xush keldingiz. Urumchi Orolbog' yemak-ichmak cheklik shirkati Ne'mat ichimligining lideri Ablekim Ömer. Xush keldingiz.
Bu münahiye İnaq Aile Yezikilik Teraqqiyat Məsuliyyət Çəkli Şirketi setiş bölümünün məsulü Nurgül Turdi qarşı alımız. İtibar Tor Sodi şəhərcisinin qurğucusu Əsqarcan qarşı alımız. Şinjan Çindil Biopentexniki Teraqqiyat Çəkli Şirketinin lideri Yasincan Sulayman, xoş gəldiniz. Şinjan Əmin Altun Zibizində Sodi Çəkli Şirketinin lideri Abduquyum Avud qarşı alımız. Şinjan Karvan Məbləğçilik Çəklik Şirketi Molligerin Abdullarının dövlətimizdəki baş vakalatçısı Lutfulla Azad qarşı alımız. Şinjan Ranala Xalqara Sodi Çəklik Şirketi İfrana Qırımçiliginin məsulü Turanqız Mahmud qarşı alımız. Ürümçi Sənəm Turmuş Qırım Buyumları Çəklik Şirketinin lideri Roşengül Emin qarşı alımız. Şinjan Nəzifə Xalqara Sodi Çəkli Şirketi setiş bölümünün rayon direktori Rənagül Erşad qarşı alımız. Şinjan Mihman Tor Sodi Çəkli Şirketinin lideri Səydi Muhammed Mihman qarşı alımız. Şinjan Köznek Uçur Pentexnik Çəkli Şirketinin lideri Varız Qurban, xoş gəldiniz. Barıcı karxançı dostlarımızға rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sizlərə. Küldür küldür, elini küldürəm. Qadirli köyrümenler, Lezzet Küldür Küldür programımızın məqsədi barcha köyrümenlerimizə xoşallıq ata qilish. Şunda xosa qızğın alqışlarımız bilan G'o'ljidan kelgan təksiblik mehmonimiz Baxtiyorni qızğın alqışlarımız bilan sahnimiz təklif qilamiz. Marhamat. Salam, şu programdaki qadirlik, suyumlik ustozlar, salam. Karxanchi efendim hanımlar, salam ekran aldidagi barliq ko'rganlar. G'o'lji diyori Kunas noyisidan kelgan Baxtiyor ablazin sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Xo'sh, bugun shu Lazzat Küldür Küldür programmasiga taklif bilan qatnashganimdan intayin xo'shallanib turyapman. Hamratga nima deyishim bilmayapman. Ya ne deysen. Nima deyish qilib. Başladı Kitaylıqlar yumurni. Menim şu Baxtiyor qilgan yumurlarimdan balkim anlamağanlıva aşı yumurlardan mələmdə şu nahiyədə olan geplərdən bir dep birey. Menin Süleyman dep ağıyla ba tarixida maşını 60 aydımaydı bu. Ta koçuda 100 aydısı qapolaydı maşinisi dedim. Muşta aydamdı maşinini. Qandaq oldu bek quyun de bu quyun. Şamal çıkırıbıdı zaten. Qandaq oldu Tömürlükdə bir rayonumuz var mı? Etizeri bu deyxançılıq rayon. Bu adamın traktörü etizden çıkıp taş yolda buzuluk yaptı. O maşını toz toxtamaydıkən, maşını söylep nayayışıga ekirdiğen. Bu maşını toz toxtamaydıkən, qandaq oldu bu G'o'ljidan çıkıp atkan Sulayman uçurap kaptı. Toz çıkılı ak köngül ağıyla toxtam. Ne oldu çonda da? Meni bir Kunaşga ekirip etken traktörünü söylep aşağı cünüp alay. Endi ma boğma. Maşın boğmadı anla çonda da. 200 koy beren. Endi ben deyxanamda qancha mo'nchilik pul yo'q, 100 koy beren. Bo'ladi debdi. Arqani chetib deyxan adam traktörde oturur ekan. Bu Sulayman qishki ayda bugun qolgan adam. Astayda chiqib to'g'ri keldi o. 40 ta ketib qolsa, qo'lni erizdan chiqarib. O, di markalik bir mashin 80 li o'tib ketdi-da. Meni yonda o'tibdi bu. Keyindikini unutdi bu. S degan bir dam aka. Bo'ma 80. Odi 100. Mustaq yanlış gitmedi. Yeni şehir rayon kuruldu kan koça bu. Bo'ma 160. Odi 180. Yoldaki qatnaş saksısı. Başla. Kömmegen bir iş oldu. Odi 180. Bo'ma 160. Vay çarptığın neme çal soğuç. Vay çarptığım yok diye bırak kendi bir traktör yanda yeme davet etti gidelim. Bizden ayel olgan beşinde hep birey. Meldi mi bu? Anda kızıkçı olan kançımış kızıkçıda uçurap durdu iken. Satta popotağında bir akan ba. Ama külke tökülüp durdu. Kızıkçıları tökülüp popotağınla ağızda. Qanday oldu bunun kichik vaqtlar anılsam mı? Mektepteki vaqtını başlarken de. Bir saatlik dersga adabiyot o'qituvchisi kirib uxlaydi ekan hamda to'liq uxlab qoladi. Yaxshimisiz saboqdoshlar? Bugungi bir saatlik ders jumla. Satta uxlayotgan. Ho'p, Satta balam, sendirni so'raychi. Men so'zlik demay jumla to'qaysa bo'ladi. To'shqanni bilamsan.
Toşkanı bilmem değil mi oğlum? Cümültüzün ha balam. Mening topshiriq daftarim 30 nomerdan Toşkan. Voy balam, o Toşkanı demedim ben, mandaq Toşkan. Qaytib keleymi, qaytib kelingam oğlum. Toşkanı bilersen daştın yiqarak. Toşkanı bilmem du bizning uyda jiqi. Bir cümültüz yetің ha? Muallim bilim ruqini manga Toşkan. Voy, muni nima da qildi oy? Deb ishkin saq darsga rasm o'qitish kirdi, ayol o'qitishga. Diqqat o'quvchilar, do'stga rasmsizmi? Sizlar debteksizlar. Bo'ladi. Olmini chiroyliqlar. Unda siz qo'ydi. O'quvchilar meni menda emas mali, men o'tirib partner orqali chiqdi bilasizlar. Satta uxlayotgan. Qo'pqon so'ta bolam. Meni bir nimalikni deyotgan, chachirabli ko'zlari chapaq. O ma'lum o degan kalning poqel debdi-da. Sen dersemeymen, müdürü çakırmeymen. Debli müdür muşta kıldı. Müdürümün nervilike. Büles, şimdi bürt dep aş. Doskugum karmaptı, udul sat. Ya kopkana, ya bir ayal okutukşumuşta hakaret. Ya sen davamlımışta kakıştamsa da doskudukini köre kılıp, ma kalın pokunu kaysın sizden. O çıktı da, okumadı tüzek. Bir kere şınalda çıksam, bir ozgalık olup bu. Şudu, çıkıdı, ilgizleyemem ama şaş. Nim kaçsa sataka. Hem de rayon amallıkka işleydiğim boğan şu an bir sonluk resim eke diyente boyum egiz putum çıkartken bir şey düşüp resimge. Oldu ki edip kettim, kaytaşım yeni bir yeni kız oldu bu. Ve boyum kız olattın olsam şikip açık getirip ettik. O iş oldu, can sokak bizim künes nayla narat oğanken muz ulap gidiyordu. Velosipedlaydaydı bu. Yukarıdan düşüydük. Hani salam verimiz çoğun. Kandarak sataka döp boğucu rol tığınap kalk port çaçırap kopap. Edem ve nemek tollaysa ve kıştımı salam kılam da dedi. O işi dep az mezillikin dadisi 5 so'mlikdan ishkini beribdi. Ma 5 so'mga sut ekirib olam. Ma 5 so'mga tuxum ekire chiqib yerim soatdan kirdi yo'q. Voy nimada kechiksa qene süt bilan tuxum. Ichkishi 5 so'mni ko'tarilib, qaysi 5 so'mga süt, qaysi 5 so'm tuxum olmaydi kerak. Voy maşumni deb dadisi hamda 5 talla qo'yib boqadi, jiq qo'yib boqmaydan 5li qo'yib va. Atgani nashti qilib etib nonni ko'pib to'g'oqda bir son etdi 5 qo'yni. Tushdi bir son kechida jo'lib qo'papa 5 qo'yni sanaydi bu odam. Po'g'ida ag'ir kelib "Satavalum. Nima dedi? Meni chaqirib atdi, mang'iga o'xshayma bolam." Nega bejangima? Yo'q, bu yerga emas, boshqa yerga. 5 qo'yni bir sanib atgina, bir xotirjam ketay. Bolu deb kirib ketibdi. Tutturdu. Yani bir sıkıntı. 5'teki 5'ke bir keçip fakat sanat mı dedi ki de kalır. Adaktan açmış bir şey belirledi bu kandı ki toykı mıydı? Mekenne fıkalı, nime? Yani o yerlerde jülse bir tepesem, bir toykısam, sana kız tonuşturmayım. Yani restoranlarda mahalle toy bulup atıdı. Kirsem de tanışlaq tatip üzən keltirib muhabbetleşip amamsı boldu da bota evlerle kirib ketdi bir restoranga bu. Nereye tanışke bir kızın tatipla. Yaxshimisiz? İsmim Satta Popatan. Uşaq balla biba bota çakırıp koydu. İsminiz ne? İsmim Kamila. Toy kıldınız mı? Evet, toy kıldım. Emsi balınız var mı depti de bu. Koyup çıkıp. Olmuşta toy hata, senin sualın hata. Bir toy kımıdım diye adam balınız var mı dep çağız. Qayt sorama sualını. Kirib ketip beni qaytadım. Yaxshimisiz? İsminiz Gülmeyres. Mening Satta raqamim Popatan oldu. Balınız var mı? Bu şiki balam var. Emsi toy kıldınız mı diye. Yamançan. Bu yamançan. Bu apliş toy qıpla. Tötkenik acırşım hemen dep ayal çıkıptı. Sen muş çınlığını mı qo'ymuş? Bes aylayaptım hemen acırşım hemen. Voy, men nima qilpayding? Acırşım hemen. Ajrashsan, ajrash. Xetingni bermadigina to'yliq uzugini qayt ol depti de bu. Mana to'yliq uzugini deb qo'liga qo'ysa qepqini degidek. Uyamda o'g'ashdimi depray. Ani biz yoshlar aralashib Aştaqla tordan tanışıp aldık. İşiği piştimi çatığımız yok hazır. Hani ben aştaq aralışıp aldım. Ekedim birini aldım da. Tamak ihtimaldeydi o.
Apam sen nervırak. Kolu ettim deydi, şoylala. Lağma ettim deydi, çokuğu çıkmaydı, tamak emesti bir mezgil açtı. Hazır ustulap gitti ya, apamdım usta. Fakat tamak ismi var, tamak okşamaydı. Bir iki apam teriki bu apa. Nim tamak itime, oho kızım, baş tamak itine ismini kendi koyaylı dedi. Rahmet. Allah Hamratga. Alamet beyzim. Sen şiir andı. Vay bek beyzim. Sen kahveni şiir mügde var tabii. Kendi kıytı kurup aldın mı? Senin boyun qarab beshim qiyvatam diye. Rahmat Baxtiyor. Bakın, Sattar asmama. Oshini ağaç qilgan gapdi. Sattarni ağaç qilgan gapdi. Shunday men Bu da sattar. ağaç kilek. Rahmat idi diyardan alayda teklif bilan keldi Baxtiyor. Nayt izil yumurlarni akapsiz. Bahalığı ustazlarımız bolsun, karxançılar bolsun, iş qilib qidib bir kilo aldık ha. Halmirakamni gapi bakamni. Rahmat ukam. Sening yumruğunu alayma deb chiq taqazorliqda o'tirib ketdim. Bak yaxshi so'zlab berding. Bak umdan bo'ldi sening nomuring. Qanday deganda pishding-da sen. Seni jamiyat, xalq pishirdi-da. Aslida tantarbiyachi bo'ldigan boltang sen. Vay şu bir gargısılık qilib qaytirib etdi. Malang yon to'yadi o'g'andan keyin sharoit yo'q, chaqchaq cho'kitib qolding-da. Nishati shiqirib berma, beshim oy shakil shu doka. Rahmat Hamratga. Yumurnima shu obrazliq so'zlash degan shu. Ha. Bir talantda mana, har bir Ro'llab obrazning turib so'zlaydi. o'zining xarakterlarini chiqarib turib so'zlab bizni nihoyat xush qilding ukam. Gap qilsam bek jiqqa qilib ketmayman. Sana rahmat. Bu shu programmani shundoq beyitbagining ko'p rahmat sana. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Anozda Baxtiyormi shu yumurlarni yetgan vaqtida cho'qim iliq badanmi tang ro'lab turib, yolg'iz kishi it o'ynayotgandek bir xil alayda chiqdi ekan shunaqa qo'ydi. Biz yurayotgan mana bu bundaq sahnaga sharoit oz shu hamda to'lra qilmayotgan biladi mushtaq elining so'rillarida erkin qilib mayaganlik bir qilib bodak bir majburiyat bodak pulga kelgandekda shu kamchiliklar va ustozlar to'g'ri tushunsizlar. Bak yaxshi. Baxtiyor bilan bir yig'iz gapilay ya. Gapma. Baxtiyor seninki to'rlarda ashta yumur so'zlaganlaringni anglagan. Bu yo'ni manda yigizligini o'ylamabdi ekanman. Sen O'tirib turib deyman. Abay Ramilami dedi. Mushu Xalmiratganma abay eskertdi-ku, shu rol ap turib, obrazni yaratib turib so'zlaydigan mushtaq alaydilik odatdagiligi bir xil chiroy, bir xil mimik bilan so'zlaydigandan bir qadar yuqori turdi. Buningda masalan ovoz jihatdan bo'lsin, shu masalan dadasi bilan bolasining ikki rolni xuddi bizning Erjan ustoz o'ynagan rolga o'xshash so'z bilan obraz yaratib, hozir ikkisini aylantirib shundoq yaxshi so'zlading. Demak, mushu hozir chaqchaqchilikdan yumurdan eshib aktyorlikninki bir muncha bir narsalar bor hozir, ha? Shunday ifodalashda. Shuningga mushu jihatga alayligini qat'iy yo'qotmay, bundan keyin texmo bizga ashtaq bir kulki ato qilishingni umid qilaman. Rahmat sana. Rahmat aka, rahmat. Rahmat Jiratda. Rahmat. Hoş bulduk. Pek güldük. Jamaldan bek kulganda ko'rdi bana. Ben ensirdim şu kokun kaça yoktu valla gelip. Elim yerim yok ketdi deymi? To'ltib. Rahmat ukam, rahmat. Menimi demoqchi bo'lganim shu. G'uljada bizningki chaqchaqchilarimiz nurg'un, ustozlar nurg'un, aslarga o'xshash chiqayotgan yosh bolalarga oid nurg'un davomli anglab turmiz. Bugun abballar degandek haqiqatan bizga bir kichkina xushallik kayfiyati bag'ishlading, hamda uning alayidligi jur'at degandek mushu obrazda hamda yumor degan so'zlasa, anglasa odam o'zi ko'z oldiga keltirdi manzarlarni. Hammasida manzar bor. Hammasida hikoya bor-da, yumor degan hikoyasiz bo'lmaydi-ku. Birinchi bu menda qarsam ili yumorchiligida har qanday bir yumor so'zlashdan burun markaziy ideyasi aytiladi ekan. Oldida aytildi ekan. To'g'risida shundaqki, hozir jamiyatimiz menda bo'lib ketdi. Deb anda shuning to'g'riliq bir narsa. Manaqi bizga juqtirmoqchi bo'lgan markaziy ideyasi boshda deyiladi ekan mana shu yumorlarni to'lisi. Hozir masalan bolalarimiz tamoq yetamaydigan bo'lib ketdi deb shu to'g'riliq so'zlaydi ekan. Bizga yetkazmoqchi bo'lgan uchira bir xil komediyalik tusni olgan bir kulki ishchiga
tamak etemeydiğen ballarını tez yaxşı bulmaydiğanlığını ifadelaydi. Mezmun var. Bir adam var yüzüne ait çın, bek abayqa o'xshash. Bek çın adam bu. Devtip şu çın to'g'riliq yumur so'zlab uni mustahkam qilib etkanda. Mundaqka yumurning bir xarakterga, seni shundaqka. Andın abayqidek obrazlashtirishni texmi qo'rqmay, texmi qo'yib etgan. Eng yomoni shu. Ha shu. To'g'ri. Biz mi o'ylaymiz sen deppasan biz o'zimiz ko'z oldimizga keltiryapmiz. Lekin sen deppaganda texmi yaxshida, u davomli uxlaydi. Shu biz qanday uxlayotganini ko'rsatib qo'yganda, yumurda bek chiqish ketmaydi, u ifodalashdi-ku. Bir mimikan texmi ko'p turli azroq. U menda uxlagan bo'lsa, unda uxultisa uni. Bundaroq uxlagan bo'lsa, unda uxultisa shu azroq oshirib etsan bo'ldi. Jugurash ketmaydi. Muşu alaydıklarına texmi tutqun jüretme dedi. Avazdı mı texmi farq qiladi esa. Bu da texmi bir oynaylı sen bile. Ya biz O'yindiqqa. Qalamaydi ha. Burun yumurlarını jiq anglaytdiq bir mush bolalar bilan bir o'tiramizmi deb ketgan juma. Ma bu yon qaraganda o'tiramaydi ekanmiz. Rahmat ustozlar, rahmat, juma rahmat. Xo'sh yo'lda hukam sen. Rahmat sana. Ömrünglar uzun bo'lsin aka. Rahmat. Rahmat, Baxtiyor sizga albatta ko'ngil so'g'imiz bor. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Ko'pchilikni kuldirdingiz, xalqni kuldirdingiz. Amin Zibuzna so'zchi shirkatimiz sizga bir kumush soat sovg'a qildi. Rahmat. 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 Sizga bir yumur deb beraychimish oltin to'g'riliq. Ha, o'y. Kaqaldi. Vicdanim sal chiqim to'g'ri so'z. Ayolimning tug'ilgan kuni qoldi. Bu rostda bu. Endi xotton ikki tanlash va. Birisiga men to'y qilib seni bir yerlarga chiqmabdim, men sayyoga piray. Ya birisiga oltin biz biznat apray desam, sayyani taldi bu. Nimish ku yan tanlaysan desam, oshada oltin ezanka deydi. Rahmat aka, rahmat. Baxtiyor yaxshimi? Yaxshimi, ay. Konuşup qaldinglar ha? Konuşatdik. O'zim men g'ulzining yumruq bek amroq. Endi jiqqa yaqmay, ko'zakning ash qutisini, VIP'sini shu mangulik ichib biray bo'ldi. Rahmat. Bunun münasebet humor yok mu? Ya onun mangulik degandan uzrab ketadigan shu. Yaxshimi Baxtiyor? Yaxshisiz. Bak huzurlandim. Bizmi ammo shu mayirlarning ko'pinchisi g'olji tarafdan kelgan o'xshaydi. Shu g'oljida aytgan joylar bak o'xshaydi. Menmi ayolingiz bilan sizga ishga yurish bizning nazifaning chinqachilarini sovg'at qilay. Rahmat. Rahmat. Kaçan mağdığını davet misin yana? Kaç kuruş meyede kılıp bunu ben yoluk saldıgan çıkmışsın. Öyle cidal kısa az çekildiğin kaçılar emesti. Etken çay o'xshaydi. Çıkıp çok uduldik hoşlanıp kaç satılan dukayçı oldu. Gapsiz hukam biz endi abay yumurlarını anlap shunchalik xush bo'ldik, shunchalik kuldik endi. Hem G'ulji diyarga borgandek, aşağılarda yurgandek bir xil hissiyatlar bo'ldik. Rahmat. Şunun hem Sanem şirketimizin tayyorlagan şu çaş medeniyetini gevlengen, çaş östürüş, çaşını kuvvetleş, çaş şunu toxtadigan bir yurish maqsadimiz so'g'at qilaylik. Rahmat eder. Rahmat. Programmamızning tajidorligini Lazzat markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xotan Lazzat yemeklik chek mas'uliyat shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Ne'mat markasidagi qahva qatorliq ichimliklarni bozorga solgan Urumchi Orolbog' yemak-ichmak chek shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga Inoq oila markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Shinjong Guminahiya Inoq oila yeziglik taraqqiyot chek mas'uliyat shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni rayonimizdagi eng sistemlashgan to'r savdo supsi bo'lgan E'tibor to'r savdo shartisi alohida qo'llagan. Sera Onun şirin ta'mini unutamazsan. Çünkü onun lezzeti başqacha. Lezzet şirin tortları. Qanda aile olib ketdi bu. Inoq aile. Qanday inoq oila? Mana mushundaq inoq oila. Kelinglar. Inoq oila so'qmoqi. Yanımdan dam inoq aile. Qani? Mam inoq aile. Mam inoq aile. Bo'ldi kimsa. Mush inoqlik qilmay buzmaylar.
ailemizning shodligi, dasturxonimizning yarshigi. Kelib minishqa eplek, hammamizga keraklak. Inoq oila yurishlik maslahatlari. Aziz bova. Aziz bova, aziz bova, aziz bova. Ata-ana ham bovaqlar amra. Bekmo yumran emizgisi, hajab aplik potonkisi, jangara hep onun opisi. Öşk sütü bulmaqi berdi quvvat. Sağlam tetik çoğun bulursan acayip hayvan. Zaksonu rahat qolaylik. Sağlamlıqdır en büyük baylik. O ündidar əpçisi, qaçılaş hacatsız, avazlıq anlap ögüniş iqtidariga ega, imtihan türleri tuluq. Memleket boyunca tuncu bulup ündidar əpçisida çıraq məşqi qilishni ishqa oshirgan. Har qaysi imtihan maydonlarining liniya xaritasi kirgizilgan. Mayli siz nada buling, ündidar orqaliqla shofirlik imtihan məşqini bemalol davomlashtira olaysiz. Dostlaringizga tavsiya qilish orqaliqmi kirim yarata olaysiz. Hem öğengili hem pul tapqil bo'ladigan shofirlik imtihonidagi eng yaqin hamroyingiz Mash'al shofirlik imtihon sistemasi. Zapchast story. Zapchastik zapchastlar. Zapchast orada. Hoş geldiniz ukam. Teşvik maka, bağımsız? Bağımın. Rahmet. Ha sen hem şirketin ağan elsen hoş akan veritem. Rahmet. Taşı çeşiler senenin ilanı çıkıversa. Külkünüzge rasqanmıdoq, yumurunuzga. Ben tazı küldüm. Hakikaten bana tesir qildim. Ben küzen bili köygендekli zat işi kiriplik ettim ben yumurunuzdan. Rastı yaxşı gördüm. Rahmet sizge. Bizni küldürdünüz, xalqni küldürdünüz. Ben sizge Çindil şirketimizning tөгісі yuqori kalsiylik aqsil talqini, vitamin D qo'shilgan kalsiy tabletini so'g'at qilayotgan. Sening salomat bo'lsin. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Buni bu yan texim o'sab ketgan. Texim quvvatini tushgan bo'ldi. To'yga baqadigan qilma. Ya qilsang beshin qaydigan bo'lib qolsan. Kila qilsa, burada bulanlar. Zırap pişirlik men. Zırap pişirlik. Çıkıyordum ha karkacıdan. Hadi minikini alamsın. Ha, ben çık yakamayamdı. Şu bizden Abdul. Molegram markasidagi Abdul'dan sana maşinlarım. Bir maşinlik. Bir maşinlik. Bir maşinlik bir qachilam. Bir qachilam. Ya. Bir aniq degina qanchalik bersin. Aniq deyish valaylar. Unda bir qachilam desa uni nima deydi? Anlaştık attığını beri koy botamam. Ben qalay qilib bularning birisi gang bosh, birisi gang chash. Künestimi? Ha künastim. Unda olsa bizden küneski dükkanı berip lan bir yılda haksız. İki maşinanı boyan kutlasın. Rahmat. Ya herhalde buludu mu? Şimdi köyden çıktı. Rahmet akılar rahmet. Bir yılda qancha qatim almashdığını buldu. Jiqraq bo's bo'lib. Beri beş günde anlaştırın ben. Rahmet. Rahmat Baxtiyor. Turun ha ayadım ba. Ot pazarını buzulda. Sizmeydi, o satılgan ne kıtmaydı. Yaxshimisiz Baxtiyor? Yumurlaringizni bek suyundim. Siz abiyam yumuringizni so'zlab o'tdingiz. Sizning go'zal bir opingiz, ayolingiz bor ekan. Ba. Voy ba. Tıkalıdı. To'la yumur anglab, to'la kulib, faqatcha shularning chiroyig'im qo'rqib ketay deb qoldi faqatcha. Girim payda qimar suv ketdi. Men payda qildigan girim bo'yim beray dedim. Chonki dichaplab o'tdi. Efrananınki bir yürüyüş teri asraş mahsulotlaridan opingizga, ayolingizga hamda bizning Osmanxon yurishlik rangli kirim buyumlarimizdan ikkilisiga ikki yurishdan sog'lar. Rahmat. Yaxshimisiz Baxtiyor? Yaxshimisiz. Sizga yumurlaringizdan huzurlandik. Rahmat. Sizga shirkatimizningki faxriy mahsulot bo'lgan Ne'mat qahvasidan ko'k sherbetdan yo'lda ishtirg'anlar. 200 sovg'a qilay.
Rahmat. Sen yürekimde rahmat. Yana birdan turamdiq. Bo'ldi endi tugadi. Baykan, buna baykan. Mono ko'zoynak taqib ko'midimi? Baxtiyor xush kelibsiz. Rahmat. Qachon ketasiz? Boş ketmang. Endi sunuqdan boshqasi hammasi yuqdi deb. Endi haqqim ishada o'tirgan. Akamdan shuqama. Qarg'anchilar hammasi ko'ngil sovg'atlarini ba'da meningmi ba'may ko'nglim unimi de. Aslida belgim yo'q-da, ammo men berdim demaydi. Ba'may nega buratding uni? Shada. Guamen Bir balay. Biz bu xo'tanda ishlagan, o'zimizning tibobat mas'ulotlaridan shundaqla Boy o'stirish Boy maxsus cho'nglar uchun ishlagan jig'on mevasini xam material qilib ishlab chiqargan 100%lik mehmonim markasidagi jig'on asli sharbatidan sizning cho'nglarga sovg'at qilay, anandikin ayolingizga va bolalaringizga, ya'ni qo'shimcha mahsulotlarimizni sovg'at qilay. Salomat bo'linglar. Mana. O'sha boy o'stirdigini. Boy bo'ldi ekanmi shu? Buni qish ichsang aytasiz, futun talog'i chiqib qoldi. Yotqani ulaydigan ish chiqdi. Yaxshimisiz Baxtiyor? Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Hammamizni shunday kuldadingiz. Rahmat sizga. Bizning Gumunaya Inoq oila yezigilik fan-tadqiqot taraqqiyot shirkatininki bir yurish mahsulotlari bor. Tanga quvvat qiladigan so'qmoq, qizilgul gulqand, pinni gulqand va boshqa bir yurish mahsulotlarimiz bor. Shulardan sizga ish ko'rish sovg'at qilay. Rahmat. Rahmat. Ishlarning putay dedi. Birdan chidab qo'ya. Bo'ldi. Endi e'tibor bo'ldi shaharchida yo'qmi? Chapan ipirdiganlar chiqdi. Mana qilimiz zo'lab ha. Chapan. Kelin chapan sotadigan shirkatlar chiqib qoldi. Elim yaxshi. Koni chapani kiyib. Kelma. Naq pul topadigan shirkatlar olgan bo'lsa alomat o'qib. Shirkatimiz ishlab chiqargan 1000 yuanlik puldan. Bir sanduq. Ishga yurish. Ayolimizga bir sanduq. Sizga bir sanduq. 7 jallada biz. Öydeki çoğunlarga 100 koyla qidindi. Balangizga 50 koy. 50 koylik qizil pul. Joshi qoldi-da u. Atigan nashtada qashlaydiganqa. Hey, bazam buzma aka. E'tibor to'g'risida shaharchisi. Yaxshimisiz? Ay. O yaxshi. Qanday deydi? Hozir intayin yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Ma shirkat 1 yilgacha har oyda maosh bermadi. Bo'lmasa biz e'tibor to'g'risi shaharchidan 10 ko'ylik e'tibor kartasi beramiz ya. 100 ko'ylik to'g'risi ishlatmagan. Ya bo'lmasa sizlar abayq bergan mahsulotlarni hammadan ko'rsatib beringlar. Ashtaqi sog' bo'ldi. Rahmatni aytib keldik. Mush qatorda bizning kim u? E'tibor to'g'risi shaharchininki 1000 yuanlik mal setilish kartasini sizga sovg'at qilsak, xalqini setib olsangiz bo'ladi. Alamat. Ashtirib. Jamoladan. Oldidagi yomg'ir kunni otgandi. Yomg'ir davatga o'xshaydi deb yutqib. Ya ma'lum. Rahmat. Kamavo. Abdulakam kuldiryapti. Herhalde naq pulning gipi aralashgan mas'ul. Maskar qo'shaqdi. Endi shu kuldir programmamizdagi tojdorligini olgan lazzat shirkatining bir esli sovg'ati bor deyman digizita ya. Atafkan bizning qo'roni bilsa, bir haruba boshini beray. Shirkatga haruba. Bir yo'li qolsa, bir yo'li. Aylanib toshtirib, shunaga keling deb ketdi. Görüntünün muzda aydep mürkesi. Bazan buzmaydı. Lazzat şirketi. Berdiganlar beringlar, işte beringlar. Bu ne sakam? Bu ne? Qala gibi qaytma, ishim bor deb. Bular nim beretding sen? Berdigan narsaning gibi. Bu yerda bir aql tatlı qarab turaman. Babina bu ne ben sana? Shibade. Yo'l kartani o'zan ishlatdi. Xatodan chiqdaymi? Ben Baxtiyor qanday yaxshimisiz? Yaxshiman, tinchlikmi? Biz Xotan Lazzat yemak-ichmak chaktimasiya shirkatidan sizga o'zimizda hozir ko'zir mahsulotidan har bir mahsulotdan ishga yurishdan sovg'at qilmoqchi. Rahmat. Vaqtni so'rab ol. Qachon? Nemitdi? Qachon? Qaytib bular hozir Yaxmaydi. Akilaymi? Biz tushib ashla dedimmi desa.
Hem ustazlarning ko'ngli so'g'isiydi. Xabaratkan berib aytgan Ha, a? bir- Men aytib aytdim. Ya aş yepirme aş. Go'shin masatagandik. Mında o'ylab o'tmadi Ashman. Mosh ukam budoq qaradi, ya'ni 3 oy bo'ldi-ku. 3 oydan keyin bir kelasa. Ang'ich mandaslar tugaydi-ku. Qo'y kelinamni karxanchini azlab ketmişler. Ya uloqchi biz tayyorlab qo'yamiz. Bo'ldi, Sizlarning esi qoldi ya bizlar. She'r qo'ygankin. Rahmat, Danolar rahmat. Rahmat Baxtiyor, unda olsa programmamiz yani sizni saqlaymiz. G'ulji diyardagi barliq qarindoshlarga kuldir programmamizning salomini yetkazing. Salomat bo'ling. Küldür elni küldürem. Lazzat Küldür programmamizning maqsadi barcha ko'rganlarimizga xushallik ato qilish, sahnimizda xushallik va kulgi bor. Unda xo'sa qizg'in olqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Yaxshimizlar aziz ustozlar, Karaxon sepidagi ustozlar hammalarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hammalarniki hurmatiga men mushu Dora senti elib keldim. Bir yoqtirib anlasanglarni. Yaxshi bir salomat qiling. Sun avliyosam. Sun avliyosam. Mani ben. Sun avliyosam. Selini tang eliga basa bir ustoz bor ekan. Shu ustozdan ko'rishib, sizni o'zi ustoz tutsin deydi. Buludu. Aydır ya. Seni köptüm. Rahmetçi bu. Heyras, senin kapığın nereden kelgan? Sen de bak. Senin kapığın nereden geldi? Mening kapığımda Yoru Sultan özü 9 tal uçak tavlap bergen. Menikini moşu. Yor Sultan Bey'den. Unda xo'p qalsa, ikkimizning opma o'xshashgan-ku. Sen düşemeyi dersen. Seninki. Mani benimki. Ay. Ustaz. Ay. Aman ne geldim. Ay. Vakti. Öyle bir kolu onu şeker etme. Mushu bir kuni Yesamkam mushu uyan qo'yish jarayonida Yesamka tomoq yeb oldi desa, "Voy, Xotirjam bo'la. O'zidan mush Shinjongda emadam taniydi meni. Xotirjam bo'l, mellang bo'lgan men qo'zg'on ash qo'ymayman." dedi-da. Hamma qila bo'ldi deb uyanni qo'yib, kashvon qo'saq osh ishim topolmadik-da, shuni oshxon chiqib qiysoq bir narsami yo'q, shuna Yesamkam ketib berib paloq yiqilib ketdi-da, yo'l yiqilib ketib, jiroqdan bir maskilib Güldeste, deb Yesamkam qo'li dasvassa, Yesamkam qarabsa, Güldestesi, bu ariq to'ymaydigan zabay, Güldeste emas, bak qo'lim bo'lmay qali chinoq desimamsa, dedi. Bu şu akımızda, bu şu yaşlılar, bu elimde öğrenciler dizimde, bana evde üzüyor. Ne gibi getten de, ya davuşa bana. Davet. Bana. Ya değişecek. Ama dönmeli de. Kalmet kamile mermer oyundu. Bir yaşta kaynak bilir misin? Kandak yan. Bir gün şuna badak tuyan. Hedif diyemez. Hedif diyemez. Açıkan bir bana çaldı mı? Tang. Tang değilsen ka. O uçaklara bağırdım. Sen bağırdın. O da kaptı. Ulan sana gibi. Bal ağırlarım olta kıskan, beni işlerinde dokuz koygandaga. Bir tarafta Abdullah Akam kitabı koydum aldığımı diyetti. Dibine desem siz koplam, eydet kala. Dediniz o aldık dedi mi? Aldık diyecek. Şirin kaka tutsak. Bakarak koçunum şirin kaka dedim ha. Hutubeti metek. Bakışı toksu mazaya çıkan kalıbı giderdim. Uzaklaşta saklap kalan kız bana kire. İşte bu ne? Kızlar kay oğullar kız yaman bul diyettiniz bu. 3 yaşında resmi var. Bana kire.
Zola boğatamam. Tağam. Balam. Elimden kutu dünyadan kettim. Sen öyle başta kızı kaşar kire bana. İşte bula. Bakala. Bu şu Yusuf Salikam, bu şu ayağıyla yaman gap talışıp kaptı da. Sen ben cibiciysem, şunu demişsem. Ay, sen de bir daha şunu demişsin de ben şunu sonra atlap yürüsek ha? Öyle karın yok, yapmalı öyle karın yok, öyle bakın bilip öyle baksan bulmam da ha? Desem, ben kimin için oynamayı, kim oynattım ha? De bakın. De bakın. Elimi gel. Bakın ya. Elimi gel. De sonra şu İsamkam, şu yolda o tarafta Yusuf Salikam dezgi sopunu kaçıraplan kim? Mangsa munçuğa. O neyi mangdın? Dese, bu çığa dese. O koçuk mangdın mı? Dese, bacak. Bu çığa. Bakın ya. Aman Antina'la selamet olsun. Rahmet. Xush geldiniz inim. O'zingizni tanishtirib aytamsiz? Bo'ldi. Men Aqsuv diyori Shturpan Aqya yezisidan keldim. Sevgidan sizlarga o'tliq salimni, oliy ehtiromimni yo'llayman. Aqsuv diyoridan kelibsiz, ha? Ras avaziyatda haqiqatan alaylik ben o'zim shundoq astoydil angladim. Men bu sahnada shu Sonkong obrazini o'ynagan. Chunki men bir ayol kishi uning ustiga nurg'un jihatlardan men qiynalgan, lekin bu yigit haqiqatan mendimi pek inchki yerlarni nayt ahangning har bir tushirgisincha biz kulib o'tadi. Pek yaxshi shu o'rladingiz, doğradingiz. Rasmiy biz kinoni ko'rayotganda shunda o'tirib angladim. Sizning talantingizga afirin yigit. Siz haqiqatan muros degandek nurg'un ustozlarni aslatdi. Shuni o'xshatdingiz, bizni kildadingiz. Bundan keyin shu alaydingizni texim taraq qildirib, bizning lazzat kildir programmamizga davomli yangi mustaq ijodiyatlar bo'lsa, yangi nomerlar bo'lsa, qatnashishingizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Men sizga 10 nomer beray. Rahmat. Ukam, seninki ovoz berishi mesela doğraş deymiz. Doğraş shundoq bir o'zingning avval avisiyan lekin bu jihatdan ozroq alohidliging borki, So'ngkongniki ovozini g'albilik doğrading. O'xshatdi. Yalqin safardan ovozini. Yalqin safarning ovozini, shu So'ngkongda yaratgan obrazning ovozini sen shuni unda yaratding. Hamda keyingilarning ichida ba'zi yerlari o'xshidi, ba'zi yerlari o'xshamayroq qoldi. Uning ustiga o'zing yoshlarninki o'zining udari sal ishtigirak bo'ldi. Şunun sel salmak olmay oturup oturlukta obrazda almışıp gidiş vakaları yüz verip kaldı. Hazır aktalıkma soğukunun arasında cübacı girip kaldı mı düşün dağılap oturlukta. Şuna bunundaki eğer müştak doğrayım edilsen her kandak eserinin inç kalkılarını obdarak nim kalayım. Müştak obdan egerliginin soğukun optu. Özen yaşkense ben seni rağbetlendiriyorum 10 numara verme. Rahmat. Yalqin safarning ovozini jurat deganda o'xshatdi. Ammo Yalqin safar birinchi qatam So'ngkongning ovozini berib tonilgan Yalqin kamchi bizning ustozimiz. Ammo shuningga bek o'xshatdim. Yalqin safarning ovozini qaltis o'xshatganliging uchun sen 10 nomer berayman. Rahmat. Rahmat. Va menmo beray. Bu da qanday qilasiz hamda? Bu da bunodum nochisi bor. Boshqasi bor. Val bamiyada? Bor. Bu da qisqiga berib o'taylik. Rahmat. Qo'shapman. Maqsad. Muborak bo'lsin ustozlar. 40 nomerni to'liq badi. Endi karxanchilarni ko'rib o'taylik. Marhamat. To'liq nomerga erishibsiz endi. Hammasi badi. Badi, bermadi. Hammasi badi mana. Nomeringizni yaxshi ko'rdi, ham sizga madad berish ustidan men nomerni berdik. Uning ustiga yana yangi nomer berdingiz emasmi? Yaxshi tayyorlik bilan keling. Abay menmi ayliq ko'rib yetib, So'ngkongning obrazini, So'ngkongning yana Isamkam kelib qolgandek lama shu ulab-lam. Tuyuqsizda So'ngkongning 3-chi qismida Isamkam qolgandek. Shu har bir obrazini yaratgan vaqtingizda, ham bir yumorga kirgan vaqtingizda bir to'xtab yetib, bir chavaqlarni anglab yetib, tamkinlik bilan ikkinchisi kirsangiz nomeringiz ham yaxshi chiqadi. Unda bo'lsa Mavkimizdeki ustozimiz Yusuf Kam'ның avazının tüsünü, Hisam Kam'ınkini
doğruluğuna qarab men buda qitim manada katta chiqadigandek turdi. Shu. Onda xosa sizgimi inim ko'ngil so'g'imiz bor. Xotan Lazzat şirketining Ayto'qash anamning nini sherin tortlaridan bir yashikdan sovg'a qildi. Uningdan boshqa Nimmat ichimliklari, Nimmat qahvasi, Nimmat kokus ichimliklari, uningdan boshqa mehmon shirketining ko'ngil so'g'isi bor ekan. Fukam. Tirishing. Ma'lumim yaxshi buningda kim texmi yaxshi bo'lsin. Sizga bizningki mehmon shirkatimizning bir yurish mas'uliyatlarini so'g'at qilay. Rahmat. Rahmat. Nazifa shirkatimizmi sizga bir yurish chinqachimizni hadya qilsak yaxshi ko'rishingizni umid qilmayman. Sizga rahmat. Rahmat. Sizga shu Ifrananiki terasra sharanglik kirim buyumlardan bir yurish sovg'a qilay. Apangizga ag'ash ketasiz. Rahmat. Rahmat. Jasoratingizga opirin enim. Kichik turib, mishna rollarni olib kelibsiz. Kelar qitimda texim yaxshi nomerni olib kelishingizga ishonaman. Enim sizga Amin Zibuzna shirkati nomidan Kuldur programmasininki logosi tushirilgan uzukdan bir tal sovg'a qilay, xotir sifatida qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat. Ash uzuklar bir qitim taqilgan vaqtingizda ish lazzat kuldur sahnamizga kelganingiz, ustozlarimizning qimmatli baholarini yod etib turasiz. Unda bo'lsa endi qizg'in olqishlarimiz bilan sizni uzatib qo'yamiz. Programmamizga yana puxta tayyorlik bilan qatnashing. Marhamat. Kuldur elni kuldurar. Programmamızning tajdorligini Lazzat markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xotan Lazzat yemeklik chek mas'uliyat shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Nimmat markasidagi qahva qatorliq ichimliklarni bozorga solgan Urumchi Orolbog' yemak-ichmak chek shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga Inoq oila markasidagi so'qmoqlarni ishlab bozorga solgan Shinjang Guminahiya Inoq oila yeziglik taraqqiyot chek mas'uliyat shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni rayonimizdagi eng sistemlashgan to'r savdo supsi bo'lgan E'tibor to'r savdo shaharchisi alohida qo'llagan. O'zga yetkazgani tuxum, yang'oq meyvasi, badam meyvasi, asal qatorliq tabiiy materiallar bilan tayyorlangan lazzat pishiriqlari. Har tillarda bir hikmat, bu tillarda bor lazzat. Lazzat pishiriqlari. Arzu umid uchun mangan qadamlarimda naqsham menga hamroh. Tabiat qo'ynidagi izlanishlarda men o'g'lim hamroh. Rangdor kartinalar yo'g'rilgan hayot musofamda Nimmat qahvasi har vaqt menga hamroh. Dağlıq markalık mahsulotlarni e'tibor bahasi etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor To'rso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar eglik qilmoqchi bo'lsangiz, Shinjang So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizga yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor To'rso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor bahad mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor To'rso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz, 1111 yuan qizil bog'liqqa erishish fursatingiz bor. Modegirin Optolni ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishining. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Telefon 13 75 75. Haqiqiy import qilingan Optol Modegirin. Zapchast Story. Zapchastik zapchaslar. Zapchast orada. Kuldur elni kuldurar. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat kuldur programmamizni to'rda ko'rmoqchi bo'lsanglar, FL saloni, kanal saloni, kuldur saloni, ko'znak televiziya qutisi, ko'znak app detali, Tor TV CN abjaq, Shinjang radio televiziya tori, Aynak Talla televiziyasi, Alkuy tori, Alkuy app detali, Nur tori, Subat app detali qatorliqlardan ko'rsanglar bo'ladi. Kuldur elni kuldurar. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat kuldur programmamizdagi qaysi nomer sizni eng kuldiralgan bo'lsa, kuldur saloni orqali bilet tashlasangiz bo'ladi. Albatta, qaysi nomer sizni eng kuldirgan bo'lsa, isil sovg'alarimiz bor. Naq maydondagi ustozlar, karxonchilar, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat kuldur programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Komediya havaskorlari uchun eng cho'ng sahna Lazzat kuldur programmasi. Kelarki san programmamiz görüşeyli. Hayır hoş. 下一期快乐100%栏目更精彩，再见。 Hoş buldum. Esırdın efendim kentu. Egit kuşup
chaqqan qo'li darava usul o'ynar hatto yesammu yigit beshi bo'lib apandim berdi bizga umrni sallab g'amman deshi jonni xo'ridir tuzsiz tomoq mashrabsiz hayot yigit beshi 30 o'g'ildan tillab oldi samimiy tilak jonli jonga ulayli do'stim aql bilan kulsin kelajak men kechida shirin